Al-Hakim har bir narsani hikmat ila qiluvchi. Alloh taoloning Al-Hakim ismi Qur'oni Karimda 100 ga yaqin o'rinda kelgan. Alloh taoloning ikkita ismi bir o'rinda kelgan paytda u o'ziga xos ma'no kasb qiladi. Masalan, Azizun Hakim deyilsa, Alloh taolo kuch qudratli, lekin hakim zotdir demakdir. Ya'ni kuch qudratli bo'lish bilan birga hakim hamdir. Alloh taoloning kuch qudratli bo'lishi zulmga olib bormaydi, balki hakim ismi va hikmat sifati bilan Alloh taolo bu kuch qudratini o'z o'rniga ishlatadi. Bu buyuk ism Alloh taologa nisbatan mukammal hukm va hikmatning sobit ekaniga ishoradir. Mukammal hikmat Alloh taolo uchun yaratishida, buyruqlarida va shariatida sobitdirki, har bir narsani o'z joyiga qo'yadi va ularning o'z o'rniga tushiradi. Alloh taoloning hikmatiga ta'na yetkazib, biror og'iz so'z aytilishi ham mumkin emas. Alloh taoloning mukammalligi hukm qilish yolg'iz uning o'ziga xos ekanidadir. U bandalar o'rtasida xohlagan narsasi bilan hukm qiladi. Uning hukmini qaytaruvchi ham, tekshiruvchi ham yo'qdir. Alloh taoloning hukmi bandalari ichida joriydir. Uning qaytaruvchi biror kimsa yo'q. Alloh taologa hukmning sobit bo'lishi uning uchun barcha go'zal ismlar va oliy sifatlarning sobit ekanligidadir. Chunki u eshituvchi, ko'ruvchi, biluvchi, xabardor, so'zlovchi va tadbir qiluvchi hamda bundan boshqa ism sifatlarga ham egadir. Shularga ega bo'lsagina hakam bo'la oladi, aks holda hakam bo'la olmaydi. Alloh taolo bularning barchasiga ega zotdir.